Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida respublikaning barcha hududlarida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Mazkur tashabbuslar Surxondaryo viloyatida ham izchil davom ettirilib, ushbu jarayonda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham faol ishtirok etmoqda. Muxbirimiz Behzod Qodirov mavzuni davom ettiradi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Surxondaryo viloyatida atrof muhitni muhofaza qilish va yashil hududlarni kengaytirishga qaratilgan navbatdagi amaliy tadbirlar tashkil etildi. Unda Surxondaryo viloyati ichki ishlar organlari xodimlari ham faol ishtirok etishdi. Tadbir davomida Angor tumani hududidan o'tuvchi M39 xalqaro avtomobil yo'li bo'yida joylashgan 6,2 gektar yer maydonidagi 14 mingdan ortiq ko'chat ekish rejalashtirilgan bo'lib, shu kunga qadar jami 2000 tubdan ortiq manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Mazkur ishlar hudud ekologiyasini yaxshilash hamda yashil maydonlarni kengaytirishga xizmat qiladi. Mana ko'rib turganimizdek 10 gektar yerda bugungi kunda 10 mingdan oshiq ko'chat ekildi. Hozir ishlar xodimlar ishtirokida davom ettirilyapti. Bu yerda 3 xil turdagi ko'chatlar ekdik. Manzarali, mevali, chilonjida va boshqa gul ko'chatlarni ekib, bugungi kunda xodimlarimiz faol ishtirok etyapti. Biz o'ylaymizki, mana shu maydonda juda katta bir bog', ya'ni ichki ishlar boshqarmasini bir namunali bog'ini tashkil qilamiz deb ishni bugungi kunda tashkillashtirib olib boryapmiz. Qayd etish joizki, ushbu ko'chat ekish tadbirlarida 200 nafardan ortiq ichki ishlar organlari xodimlari ishtirok etdi. Kelgusida ham viloyatning boshqa shahar va tumanlarida ekologik muhitni yaxshilashga qaratilgan bunday amaliy ishlar izchil davom ettirilishi rejalashtirilgan. Behzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.